Avtomobillarda motoriga antifriz radiatori nimaga kerak? Buni vazifasi nima va buni qanchada almashish kerak? Buni narxi nech pul? Bugun sizlar bilan xuddi shu haqida ma'lumot beraman. O'z ilmim boricha. Bu o'zi aslida sovut sistemasiga kiradi bu radiator ham. Deylik bitta avtomobilingizda motoriga umumiy 5 litr antifriz kelsa, где-то bunda 2 litr, 2,5 litr zaxira bo'lib turadi. Bu motorga sovuqroq antifriz ta'minot qilib beribdi. Termostat vazifasi o'sha 82-85 gradus ochilib bekilib holat ishlaydigan bo'lsa, shundan antifriz sovug'ini oladi. Sekin termostat ochish boshlashi bilan bunday sovuq antifrizlar blokka boradi. Blokdagi issiqlari yana bunga qaytib keladi. Bu ventilyatorni sovutib beradi. Xuddi shu davomida aylanish boshlaydi. Agar siz avtomobilingiz tez qizib ketadigan bo'lsa, mana shu radiatorlar har bitta liniyalarni ko'rasizlarmi? Har bitta mana shu liniyalarida antifriz sirkulyatsiya bo'lib yuradi, aylanib. Mashina qaysi bir liniyasi bekilib qolsa ham shu to'rttasi antifriz deyapman. Temperatura datchigingiz ko'tarilib ketaveradi. Buni qanchada almashish kerak desizlar, buni aslida 100 ming kilometrda almashish kerak. Bunga yaxshi xod qilib, yaxshi antifriz vaqt tozalab yursangiz, bu uzoq yil xizmat qiladi. Где-то bu Damas avtomobillar radiatori 200 mingdan to ketaveradi. Qanaqa firmasiga qo'yishga bog'liq. Qaysidir narsalar adashib ketib qolgan bo'lishi mumkin, yo narxida, yo qaysidir so'z gapirmagan bo'lishi mumkin. Chunki men o'z ilmim boricha aytib sizlarga ma'lumot beryapman. Agar kamchilik bo'lsa, kommentariyga yozib to'ldirib keting. Misol uchun meni juda ko'p ustalar ham kuzatadi-yu, endi men kamchilik hammada bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga to'liqroq informatsiya berishga davom etaman. Jonlar sog' bo'lsin, yuzdan tabassum tark etmasin. Avtopreferensiya kanalidan uzoqlashmanglar.